Xudo xolasa bu yerda zo'r video bo'ladi. Birinchi navbatda ratsionlarini gaplashib o'tib ketamiz va ikkinchi o'rinda qo'ylarimizni boqilish tartibi hamda vaksinalarini qanday vitaminlarni berish kerak, inshaalloh shularni sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Hikmat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Alhamdulillah. Barakasini bersin, ziyoda qilsin bundan ham va bizni tomosha qilib turgan obunachilarimizni hammasiga nasib qilsin. Amin, amin, amin. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat, alhamdulillah. Alloh shu ko'rsatuvingizni hammaga manfaatli bo'ladigan bo'lsin. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Xushkepsiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Maza qildim. Birinchi o'rinda pokizaligiga, fermani qaranglar, haqiqiy buni kayfi boshqa, ha? Shunda. Akmal aka. Boy sizga ham hazil qildimi? Ha. Biz shuni kayfiga o'tirib qolganmiz. Mashalloh. Xo'p, chorvani endi boshlanishini shu kirishdan boshlasak. Xo'p. Bir chekidan kirib kelsak, ha? Albatta. Osonroq bo'ladi. Gap yo'q. Siz nima desangiz shu. Chunki sizni tajribangiz bizga nisbatan ancha yuqori. Sababi qo'ylarimiz birinchi tug'ib kiradigan guruhimiz shu. Bo'g'ozlikdan tug'ib kiradi. Shunaqasidan chiqib ketamizda oxiriga yetkazib. Xo'p, demak, bu yerdagi hozir qo'ylarimiz tug'ilganiga eng uzog'i 15 kungacha turadi. Bu yerda, ha? Bu yerda turishini sababi bu yerda faqat onalarni emadi va anetdagi tosh tuzimiz bor. Hazil-huzul bilan o'shani yalab turishadi. Bu yerda suvlarimiz bor, suv ichishadi. Xo'p, bu paytida maydalangan yem yeyish mumkin emas. Hashak yeyish mumkin emas, sils yeyish mumkin emas. O'shaning uchun bular narigi tomonga o'tmaydi. Faqat onasini emadi. Qo'zilar, ha? Faqat qo'zilar. Onalariga o'sha hamma qator ratsiondagi ovqat deyishadi. Biz endi hozir soat 1 bo'lganlik hisobidan hozir ovqatlarimiz уже kamaygan paytida bularni yeydigan narsasi, onalarimizni yeydigan narsasi 350 gram kombikorum bir mahaliga. Kuniga 2 mahal yeyishadi. 700 gram kombikorum yeydi va 1,5 kilo bilan 2 kiloni orasida silis yeydi bir mahaliga. Bu degani sut ishnesi 3,5-4 kilo silis yeydi. Keyin silisga shu immunni norma bo'lish kerak. Hali aytib o'tib ketganingizdek, somon yaqin qo'zi 2,5 kilo ertalab, 2,5 kilo kechqurun o'sha boyagi kombikorum solamiz. O'shani zo'rg'a yeb tugatishadi. Nechtasi endi yeb yoradi o'shani? Mana mana shu yerda hozir bir 20 taga yaqin qo'zi bor. Shular yeb yoradi. O'sha qo'zi yeb yoradi. Xo'p, keyin bundan keyin o'sha bir 2 oylarga yaqin bu yerda turib 1,5 oydan o'tgandan keyin 2